Assalomu alaykum, hurmatli haydovchilar. Cobalt avtomobilida bir ajoyib qulaylik bor. Biladiganlarga eslatma, bilmaydiganlarga yangilik bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, shunaqangi garajga, parkovkaga qo'yganda tungi paytda avtomobilni o'chirib, farani o'chirib, mashinadan tushamiz. Shu holatda xona yoki tashqari qorong'u bo'lsa, sizlarni kuzatib qo'yadigan, ya'ni tungi kuzatuv rejimi bor. Eshik ochiq holatda farani margatda tepaga bir marotaba ko'taramiz. Farani bilinchni yoqib beradi, eshikni yopamiz. Mashinani pultdan qulflaymiz. Ketaveramiz. Bu chiroq bizni patvanlik hamda bilinchni yoqib beradi. Orqa noma chiroqlargacha yoqib beradi. 30 sekundda o'zi avtomatik o'chadi. Shu bilan bemalol manzilimizga yetib olamiz, qorong'uda turtinmasdan. Video foydali bo'lgan bo'lsa, Cobalt bola jo'natib qo'yamiz. Sog' bo'lasizlar.